Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammalarning xabarda bo'lganidek, bir qancha oy ilgari kitob, jurnal, gazet va shunga munosabatli materiallarning bat va o'rinlashtirishni loyihalash naq maydon tor darsxonasi o'rinlashtirilganligini e'lon qilgan edik. Darsxonamizningki tayyorlik xizmatlari jiddiy ishlangandan keyin biz kutgan paytmi oxiri yetib keldi. Darsimizdan o'tilgan mazmunlar to'liqcha biz ishlatadigan Adobe InDesign CC 2019 ning eng muhim va eng ko'p ishlatiladigan qismlarini to'liq o'rganish. Basmada ishlatiladigan har xil cho'nqitdagi batlar, ya'ni qog'ozlar bilan tanishib chiqamiz. Har xil o'rinlashtirish loyihalarini bilib chiqamiz. Har xil loyiha usullari bilan tanishish va o'rganib chiqamiz. Ranglar qari muhim mazmunlar qo'shimcha bo'limlar sifatida munosabatli nazariya bilan qo'shilib, yuqori darajali loyihalash imkoniyati tillaridan Adobe Photoshop, Adobe Illustrator'larning darsimizning munosabatli qismini birlikda ko'ramiz. Darsdan keyingi yetmoqchi bo'lgan nishonimiz mustaqil holda sifatli har xil bat loyihalash, munosabatli va boshqa materiallarni bosmaga mos holda tayyorlash. Darsimiz davomida amaliy ahvolimizga qarab, bosma mashinalarini o'z ko'zimiz bilan ko'rish va tanishib chiqish. Tizimlash vaqti, dars boshlash vaqti, dars oxirlash vaqti, o'qish haqqi, tizimlash usuli mazkur videoning ostida va ko'rayotganlaridek ko'rsatmada ham mavjud. Fursatni g'animat bilgaysiz. Qatnashmasangizmi bizni qo'llash yuzidan atrofdagilarga tashviq va tavsiya qilib qo'yishingizni so'raymiz. Kompyuter va turmush kanali 2019 yili 9 oyning 9 kuni.